Leksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaşım. Biz yukarıda Prezident Obama'nın Amerika Deniz Armiyasının Janubi Denizga kirişiga hukuk berdiganligi ve qo'shilganligi to'g'risida leksiya so'zildik. Endi oxirida qarayli Jungo Markaziy Harbiy ishlar komitetining muavin raisi Xi Jinping'den qalsil ikkinchi odam deymiz. Han Changlong egilik huquqqa berib chetilgandimi? Jungo yengillik bilan qurol ishlataman demaslik kerak. Mavzuli xabar 10 ayning 17 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beijing Jungo Kompartiyasi Harbiy ishlar komitetining muavin raisi Han Changlong haftaning 6 kuni Beijingda o'tkazilgan Shangshan yig'ini munbiriga qatnashib, mundaq ko'rsatdi. Devletning egilik huquqiga berib chetildigan mesele bolsunmu? Dikkat! Devletning egilik huquqiga berib chetiladigan mesele bolsunmu? Jungo yengillik bilan qurol ishlataman demasligi kerak. Miltiqdan, o'q chiqib ketishdan saqlanish lozim. Munosabatli taraflar bilan davomli qaldi suhbat o'tkazib, ixtilof va talash-tortishlarni suhbat orqali hal qilishimiz lozim. Demak, Panchangning apandi shundaq da'vatdi. Kuzatuvchilar umumyuzlik mundaq hisobladi. Amerika Dengiz Armiyasi Janubiy dengizga chorlashga kirmoqchi bo'layotganda, Jungoning pozitsiyasi yumshashga boshladi. Amerika Dengiz Armiyasi Janubiy dengizga kirmoqchi bo'layotganda, Jungoning pozitsiyasi yumshashga boshladi. Amerika Jungo o'rtasida to'qinish yuz berishdan saqlanmoqchi bo'ldi. Buningdan burun Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bayonot e'lon qilib, har qanday bir davlatning navbatda Jungoning territoriyasi va egilik huquqiga tajovuz qilib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz degan edi Jungoning bayonotchisi. Bugun Panchangning nima deydi? Egilik huquqqa berib chetilgandimi Jungo hargiz qurol ishlataman demasligi kerak. Masalalarni suhbat bilan hal qilishimiz kerak deydi. Bu qatim Beijingda o'tkazilgan Shangshan yig'ini munbiri 49 davlatdan 5 xalqaro tashkilotdan 500 nafar olim yig'inga qatnashdi. Shangshan yig'ini munbirini Jungo har betaraf tashkillagan edi. Panchangning afandim sizning so'zingizning ro'yini o'rgandik. Qarshi olamiz, balki butun dunyo qarshi oladi. Urushdan hech qanday foyda kelmaydi. Bo'libmi Janubiy dengizga o'zingiz kirdingiz. Burun bu yerda Janubiy dengiz masalasi deydigan masala yo'q edi. Bu xalqaro qatnash yo'li, xalqaro qatnash tuguni edi. O'zingiz bu yerga orol soldingiz, xadatash yasadingiz. Endilikda bu yo'lni o'tishni yoki erkin savdo yo'lini qo'g'dash uchun Amerika armiyasi, dengiz armiyasi Janubiy dengizga kiraman deganda Panchangning apandi yuqoriqidek so'zni qilgan bo'lsa, har kim qarshi oladi. Shundaqla Panchangning apandi Rais Xi Jinping shu nuqtada aytib qo'ying, hozir Xinjiangda olib berilayotgan bostirishmi? To'xtatib, xuddi siz degandek har qanday masala mayli cho'ng davlatlar bilan o'tirdik munosabat bo'lsin, mayli Tibetdek, Uyg'urdek musofir millatlarning yoki mustamlika millatlarning ishi bo'lsin, suhbat bilan hal qilish yoki bu yo'lni tanlab olish Jungo uchunmi, Tibet uchunmi, Uyg'ur uchunmi, dunyo uchunmi nihoyat yo'lliq bo'lgan bo'ladi. Panchangning apandining so'zini qo'llaymiz.